Assalomu alaykum bolalar. İbay qapamaysizlar. Bekor vaqt soldim. 1 minutga qilsam ovozim kelmabdi. Hozir to'g'ri kirganlar bo'lsa, bir gaplayotgan bo'lsanglar, ovozim keldimi, kelmadimi? Ma soat ba sol qo'lim, ma o'ng qo'lim. Mana shuncha narsalarga urush qilgan ishlar ba'zi vaqtida. Qarindoshlarim bir gaplayotgan bo'lsanglar, ovozim kelgan bo'lsa, İbayga qilsam ovozim kelmabdi. Alaykum assalom. Ovozim keldimi, kelmadimi? İbay kelmabdi, ovozim. Berasanglar gaplasanglar, xafalanmay. Okey, rahmat. Eng avval xonimlar, apandilar, dunyoning har qaysi joylaridagi Uyg'ur qarindoshlarim, rahmat aytaman sizlarning qatnashganliginglar uchun. Bir qancha tema yana bugun chiqdi, chunki 2-3 kunda bir yig'ilib qoldi bunday gaplar. Eng avval xo'shallanarli bir ish. Dunyoning har qaysi joylarida yangi yoshlarimiz o'tirg'i chiqyotdi. Bular sahnaga chiqib, videolarga chiqib, FaceTime'larga chiqib, Facebook'larga chiqib, o'zininki o'ylaganlarini qo'rqmay tilga keltirayotgan, millat uchun bir ishga gap qilayotgan yoshlarimiz chiqyotdi. Bu nihoyat yaxshi bir ish. Chunki bizningki shularga bir maydon hozirlab berishimiz kerak. Bu odamlar kelmaylam, maydonga chiqmaylam, buningga to'noq kiygizib, cho'moq kiygizib, bularga hujum qilsak, yoki bo'lsa o'zininki ko'z qarashini ifodalaganligi tufaylidan yolg'onchilik qilmay, ko'ngildagi gapni uchuq deganligi tufaylidan biz bularni jazolantirsak, bu vaqtida nima bo'ldi degan vaqtida maydonda 3-5 kishidan qoldi. Anından keyin nima deb bizning izbosalarimiz yo'q, nima deb bizning millatimizga ish qilib turgan odam chiqmaydi deb biz o'zimizdan o'zimiz qolib qolamiz. Bizga nurg'un yangi qon kerak, yangi ideya kerak, yangi yoshlar kerak. Bular qo'rqmay sahnaga chiqish kerak. Bir qancha yosh qarindoshlarimiz chiqdi. Bundan keyin inshaalloh dunyoning har qaysi joylarida ko'milib qolgan bizningki eng kuchlilarimiz bor, ko'milib qolgan talantlarimiz bor. Bular shuni o'ylaydi, men chiqsam Uyg'ur xalqi meni tillab ketish mumkin, bekani qitishmagan qashlamay deb ansirab etgan bo'lishi mumkin. Qarindoshlar, inson yo'lga chiqqan vaqtida boshida daldangishib mangdi, u yer bu yer usib oldi, u yer bu yer putlishib ketdi, ammo asta mangan siri bu yo'llar ichildi, ashlarni pishib yetildi degan gap. Biz bularga fursat bergan vaqtimizda bular pishilib yetildi. Bir adam sahnaga chiqmaylam tiqib to'yg'izib olsak, bularga fursat bermagan bo'lamiz, bular pishib yetilmagan bo'ldi, shundan cho'nglarimiz qaqshaydi. Nima deb bizning izbosarimiz yo'q, chunki izbosarlarimiz bor. Ammo biz ularga maydon bermaymiz. Maydonga chiqsalar, o'zingni bozorga solding, aq qilding, ko'p qilding deb tillaymiz ularni. Şuna bizning izbosarlarimiz yo'q. Qarindoshlar, men hammanglarga rahmat aytaman. Shu yerdan 3 kundan yog'zi, 2 kundan yog'zi chiqib to'rda gap qilayotgan qarindoshlarimizga. Bundan keyin inshaalloh teximjiq Uyg'urlar chiqsin, yosh bolalar sahnaga tushsin deb hammanglarga tavsiya qilaman. Andan keyin o'zinglar bilasizlar, menda mijozimda biroz ashunda qilma degan ishni shu degan sira qilg'im keladigan bir xarakterim bor. Xag'latilgan sira ben bugün Türkçe Facebook sayfamga Hanzularninki Hristiyan lideri Bob Fu bilan tushgan rasmini chiqib qo'ydim. Chiqirib, men Xitoylarga o'shmanlik qilmayman deb uchiq dedim bu gapni. Bu nurg'un insonlarninki nihoyatda ko'ngli yerim qilibdi. Men necha oyning yog'izi Doğu Perinchekni tillayapman o'zimninki sayfasida uchiq oshkora tanqidlayapman. Ama bugün bir so'z chiqib debdi, maşallah yangi ijod etgan bu hamdi Uyg'urlarning Doğu Perincheki u bu deb menga shunda haqoratlarni qilibdi. Hamdi bu Uyg'urlarninki hozir ro'yi nimasi joyida emas, har qanday insonlarninki, hammamizninki ro'yi bisimi, hammamizninki urug' tuqqanligimizning ahvoli, iqtisodiy durum ahvollarimiz butun mushu taraf-tarafni kelayotgan bizga bisimlar bizni normal tafakkur qiladigan bir yerdan bizni ilib tashlab etdi. Biz hozir normal tafakkur qiladigan Uyg'ur yo'q. Chunki dunyoda normal Uyg'ur yo'q. Chunki biz normal inson emas. Chunki bizning urug' tuqqanlarimiz, bizning davlatimiz, bizning hammalarimiz zulmga uchrayotdi. Qarindoshlarimiz zulmga uchrayotdi. Urug' tuqqanlarimiz, singillarimiz bo'lsa, yoki navri singillarimiz bo'lsa, ular Xudoyim saqlasin, bosqinchilik uchrayotdi. Yigitlarimiz bo'lsa, bo'riga o'g'irlanayotdi. Bunda bir vaziyat vaqtida dunyoda bir normal Uyg'urning bo'lishimi normal bir ish emas. Shunga bunda vaqtda gerçi men o torda meni tillaganlarga bir ishga yig'iz o'zimniki xarakter bo'yicha ancha-muncha qizqarliq gaplarni qilib ularni mazoq qilib qo'ygan bo'lsammi, ammo butun meni tillaganlarga haqqim halol bo'lsin, tillasanglarmi mayli. To'g'ri tushunma buni. Bundan keyin inshaalloh tillashmay o'tamiz deb o'ylayman. deb o'ylayman. Bundan keyin tillasanglarmi mayli, chunki men sizlar uchun qilmadim buni. Bu nima deb men bunday qildim degan vaqtida qarindoshlar, özgini bilish paraset, özünü bilish kemalet. Nimişqa degan vaqtimizda biz masalan qarab baqsam to'rda nurg'un Uyg'urlarimiz nima debdi desa, biz Xitoylarni qirib tugitimiz, biz bularni asimiz, biz bularni kesimiz
deydigan nurg'un mushunda gaplar bor to'rda. Mencha Xudoyim bilib eshakka mingizib bermagan. Sizning qo'lingizga qolgan bo'lsa, Xudoyim sizga shu kuchni bergan bo'lsa, siz balkim dunyo tarixida ko'rilmagan qirg'inchiliklarni qilishingiz mumkin. Bir ochiq kelgan insonda, bir zulmga uchragan insonda bunday gaplarni qilish normal. Lekin butun bir millat sifatimiz bo'lishimiz sifati bilan Xudoyim bizga kuch versa, biz Xitoylarning yer sharini qirib tugitimiz deydigan ko'z qarashning hammasi bu xato qarindoshlar. Birinchisi, Allah'ın nezdinde, dinimizde bu hata. Dinimizde ondaq bir bütün milletini qirib tugitinglar deb bizga o'rgatmaydi. Biz qandaq bo'lishimizni qat'iy nazar biz musulmon, Allohdan qo'rqamiz. Nahaq yerga bir insonni o'ldirib qo'ysak, nahaq yerga bir insonga zulm qilib qo'ysak, biz buning hisobini beramiz. Mayli u Xitoy bo'lsin, mayli u Yahudi bo'lsin, mayli u Uyg'ur bo'lsin. Alloh Xitoyning kimi haqqini qo'g'daydi, Uyg'urning haqqini qo'g'daydi, hayvonning haqqini qo'g'daydi. Alloh butun dunyoning haqqini qo'g'daydi. Biz hech kimning haqqiga tajovuz qilmaymiz. Dushmanlarimiz bizning haqqimizga tajovuz qilgan bo'lishimiz mumkin. Ammo biz bir zulmga uchragan bir millat bo'lishimiz bilan Xudoyim bizga kuch versa, intiqom olib hammani qirib tugitimiz desak, Xudoyim balkim aşı yomon buzuq niyatimizning tufaylidan bizga kuch bermasligi mumkin qarindoshlar. Bu birinchisi xato bu. Endi buni o'qisanglar masalan Sura Maidaninki 8-oyatida bir qavmga bo'lgan o'chmanlikinglar ularga adil bo'lmasliklaringlarga sabab bo'lib qolmasin. Bu taqvodorlikqa eng yaqindir Allohdan qo'rqinglar deydi Sura Maidada. Nima deydi? Düşmanlaringlarga bo'lgan o'chmanlikinglar ularga adolatsiz muomala qilishinglarga sababchi bo'lmasin deydi. Alloh adil bo'linglar deydi. Qachon nada bizning dinimizda qaysi payg'ambar men bir butun millatni qirib tugitman degan gapni qilibdi? Shunga qarindoshlar, bu xato ko'z qarashdan voz kechinglar mencha. Men buni uchiq deyman. Xitoylarni qirib tugitish degan ko'z qarash, nayt radikal ko'z qarash, nayt ahmoqona bir ko'z qarash. Dunyo, Uyg'urlar mushunda kuch versa butun Xitoylarni qirib tugitgan, unda olsa bularniki zulm ko'rishi haqli bir millatkan deb bunda o'ylaydi bu bir. Shunga Xitoylar bularni bism qilib yutibdi, chunki bularning quliga Xudoyim kuch versa, bular Xitoylarni qirib tugitib kerak deydiganlar. Shunga dunyo buningga olqishlashi mumkin bizga ko'rayotgan zulmni. İkincisi nima bo'ldi degan vaqtida bizga yordam bermoqchi bo'lgan davlatlar, bu Uyg'urlar yordam qilsak, bular buni qirib insoniyatda bir kriz keltirib chiqirdi. O vaqtida bir qon to'kildi, bir yangi bir refugee crisis, shu Suriya masalasi o'xshash yangi cho'ng bir masala chiqdi. Bosh og'riqligini qishmag'ayni qashlab bekani cho'milning o'g'usiga biz qo'ychilmay tayoq bilan shundaq kunmetili deydigan bir yerga yetib keldi. Shunga bu birinchisi xato, dinimiz jihatdan xato, ikkinchisi strategik jihatdan xato, uchinchisi qarindoshim, siz qaysi kuchingiz bilan, nimangiz bilan Xitoylarni qirib o'tasiz? Onda qirib o'tamiz, manda qirib o'tamiz, nimangiz bor sizningki? Bütün Uyg'urlarni endi xapamanglar endi, masalan, Istanbulda bir otopark setib pulimiz bormi bizningki? Bir binarimiz bormi bu yerda? Ya bir raketimiz bormi, bir tankimiz bormi qarindoshlar? Siz qaysi kuchingiz bilan, qaysi qobiliyatingiz bilan, qaysi iqtisodiy kuchingiz bilan, qaysi ilmiy kuchingiz bilan, qaysi texnologik kuchingiz bilan Xitoylarni qirib o'tasiz? Birinchisi xato, ikkinchisi dinimiz jihatdan xato, ikkinchisi xalqarалық munosabat jihati, diplomatiya jihati bu xato, uchinchisi sizda unda kuch yo'q qarindoshim. Shunga hali ochchig'im keldi deb to'la vermay, men Xitoyning hammani qirib o'tma deb. Bu ahmoqona bir ko'z qarash qarindoshlarim. Shunga radikal bo'lmanglar. Xitoylarni biz qirib o'tmaymiz. 1,5 milliard Xitoy bor. Shu 1,5 milliard xanzularning ichida Xitoy Kommunist partiyasiga 3 nurg'un Xitoy bor. Nurg'un. Biz shularni o'zimiz tarafga tortib, shular birinchi bo'lib dasturib Xitoy Kommunist partiyasiga birdan tukagan taqdirdami kelkin keladi qarindoshlar. Xapamanglar, ma gapni sizlarga uchiqday. Yer sharida Uyg'urlarningki davasini qilayotgan, shu concentration camp deyman-ku men, o'zimningki qarindoshlarim, jazolagirdagi qarindoshlarim uchun malda non setayotgan, Navoiy uchun, malda qo'g'in setayotgan baqqal uchun qilayotman mana shuni men. Shu tikuvchi adlarimiz uchun saypong deymiz hamda. Shunday insonlar uchun qilayotman men o'zim sizlar uchun qilmadim. Ammo shu qilayotgan insonlarning ichida yer sharida qancha Uyg'ur bor? Bir sanab yiqinglar. 100 Uyg'ur bormi? 100 Uyg'ur bormi? Sanayli Rabia Qodir, Dolqin Aysa, Farhod Yurunqash, Nuri Turkal, Ömer Qanat, Erkin Sidiq, Tumaris, Xalmurat, Tahirimin sananglar 100dan bormi yo'qmi? 200dan bormi? 1000dan bormi? Mushunda bir vaziyat vaqtida bizningki qo'limizda aram mushunchalik insonlarimiz bor bu ishni qilayotgan, yer sharida aktiv millat vatan deb jang ish qilayotgan insondan bir 1000 inson bo'lgan bo'lsa, okey, bizning hech kimga ehtiyojimiz yo'q, bizning hech qanday strategik o'rtoqliklarga ehtiyojimiz yo'q degan bo'lsak, bu gapimiz aqatdi. Ya Uyg'urlarning ichida 4 tal 5 tal Uyg'urning tayini yo'q, ya bizning iqtisodiy kuchimiz yo'q, ya bizning connectionlarimiz yo'q, hech nimamiz yo'q, bizningki ya bir boshqa davlat bilan qurib qo'ygan bir diplomatik aloqamiz yo'q. Siz qaysi kuchingizga tayinib
biz Xitoyni anda qirib o'tib, manda qirib o'tib deb biz masalan ittifoqdoshlik qurgan vaqtimizda sen Uyg'urlarni doğu cheki, sen Xitoylarni yaxshi ko'rgansan, sening andaqkan, qining buzuqkan, mundaqkan. Unda siz nima ish qildingiz? Nima ish qilmoqchisiz? Bir ish qilsangiz bo'lmamdi? Shunga da'vatman qarindoshlar. Avval yine bir qitimda Allah'ın nazarida xato bu ish, dinimizda bunday ish yo'q, payg'ambar alayhisalom bunday bir ish qilmagan. İkincisi xalqaro jamiyatninki chetga qiqishiga, yetim qoldirishga uchraymiz. Bunda gaplarni degan vaqtimizda, andan Xitoylarga bizni qirdiganga texmi bani qilib beramiz. Xalqaro jamiyat ha Uyg'urlar shundoq radikal millat bo'lgan bo'lsa, obdan shopdi, xo'p bo'pti deydi bizga. Üçüncüsü qo'lingizda timirning sunuqi, yanchingizda dollarning puchuqi yo'q. Eng yaxshisi o'zingizni tushuning. O'zingizning ojizligini e'tirof qiling. Biz ojiz millat, biz zulmga uchrayotgan millat. Bizning qo'limizda undaq milyonlarca armiya yo'q. Bizningki uchar taqsirimiz yo'q, qarindoshlar. Bizningki nima qilganga. Shunga buni his qilgan vaqtimizda, tushunib yetgan vaqtimizda, ha, agar meningki davlatim bo'lmasa, askarlarim bo'lmasa, ya pulim bo'lmasa, ya dunyoda tuzuk Uyg'ur ish qilayotgan Uyg'ur bo'lmasa, bo'libmi Xitoydek bir kuchlilarga qarshi unda vaqtida mening alternativ yo'llarim nima? Kim bilan ittifoq tuzalayman? Kimning kuchidan foydalanalayman deb o'ylanishingiz kerak, qarindoshlar. Men sizlarga bir gapimda Hazreti Musa alayhissalom payg'ambarlik kelgandan keyin nima deydi u desa, "Ya Rabbi, mening kesal tilim ojiz, menga qarindishim Harunni yordamchi qilib ber, chunki oningki gap qilish, nutq qobiliyati bor, insonlarga xitob qila oladi. Shuni menga bergin deb talab qilgan. Nimishqa, nima bilamsizlar u muomalat, communication deydi inglizcha. Diplomatiya deydi. Hazreti Harun alayhissalomninki vazifasi diplomatiya. Chunki nimishqa? Chunki og'zini, til qobiliyatini ishlatib turib, insonlar bilan muomala qilgan. Shunga Musa alayhissalom o'zining qarindishini diplomatik bir elchi qilib Allohdan so'ragan. Allohmi Hazreti Harun alayhissalomni shundoq vazifalantirgan qarindoshlar. Unda bo'lsa, agar Hazreti Musa alayhissalom unda so'ramay, "Voy, menga palto va pichoq va tank va farishtalarni tushirib, biz shu Firavnning armiyasini qirib yer bilan yakson qo'ydi" deb so'rsin bo'ladi. Qur'onda shunda oyat tushsin bo'ladi. Unda gap yo'q qarindoshlar. Bizningki qildigan ishimiz diplomatiya, chunki bizning kuchimiz yo'q. Diplomatiya bizningki yo'limiz. O'zingizni biling, o'zingizning qanchalik kuchi borligini qabul qiling. Qabul qilgan vaqtingizda anandan keyin vatanga, millatga ish qila olasiz, to'g'ri yo'lda manga olasiz. Anandan keyin eng oxir deydiganim qarindoshlar, g'azab, nafrat yaxshi ish emas. Biz olamlarga rahmat bo'lib avatilgan bir payg'ambarninki varislari, ummati. Allah Qur'oni Karimda shunda deydi, Sura Anbiyoda, biz seni faqat ey Muhammad olamlarga rahmat qilib avatdik deydi. Biz seni olamlarga g'azab, olamlarga qahr g'azab bilan avatdik demaydi. Biz shu payg'ambarninki izbosarlari. Shunda bo'lg'ashqa bizda o'chmanlik, kecha kunduz nim qilgan vaqtimizda, o'chmanlik bo'lgan vaqtimizda. Bu o'chmanlik bir kasallik qarindoshlar. Bir ruhiy kasallik. O'chmanlik bilan ish qilgan odam dunyoda ne o'ziniki turmush ko'ngilli qildi, ne boshqalarga yordam qila oladi, nega bo'lsa toksik deymiz hamda. Kisel bir ruhiy atmosfer shakllantirdi o'zining atrofida. Siz ba'zi insonlar bilan o'tirib qopsiz 5 minut. O'tirib qopsingiz, ruhingiz shunda shatlanib, shunda qo'shilib, ay maşallah, manda bir odam barkan 5 minut paranlassam, elektrik ilib, energiya ilib, ajab bir ruhiy jihatdan kuchlanib ketdim deb o'ylaysiz, pozitiv odam bilan qarashgan vaqtingizda. Ba'zi namlar 5 minut o'tsangiz zahar ichib olgandek, ashunda kuchlariniz ketib, nimangiz o'kishdi. Mushunda vaziyat nereden keldi degan vaqtida toksik, kisel, ruhiy jihatdan kisel inson bilan g'azab, nafrat bilan kechgacha injiqlaydigan, chichangshaydigan, dunyodan qaqshaydigan, yomg'ir yog'sa qaqshaydigan, quyosh chiqsa qaqshaydigan, hamma nimani qaqshaydigan odam bilan dunyoga mehr, muhabbat bilan qaraydigan insonlarningki farqi ma'lum qarindoshlar. Shunga meningki hamda tavsiyam qarindoshlar, g'azab, nafrat bilan biz millatimizni qutqizolmaymiz. Yer shar tarixida hech bir payg'ambar yo'q, g'azab, nafrat bilan ko'kirib, vaqirab, tomirlari ko'pib, shundoq qilib chichangshib yo'l boshlagan bir payg'ambar yo'q. Biz butun payg'ambarlarning yo'lini o'zimizga yo'l qilib tanlaymiz. Ular bizning o'qituvchilarimiz qarindoshlar. Ular bizning o'qituvchilarimiz. Hech qanday bir payg'ambarningki g'azab bilan chichangshib, injiqlab, vaqirab, urushib qilgan bir tarixi yo'q. Faqat go'zal til bilan qavlan layin deydi. Ya Muhammad, sen ularga go'zal til bilan paranlashqin, ularga xitob qilgin. Agar ularga qo'pollik bilan muomala qilsang, ular sendan so'yib ketadi deydi. Shunga biz diplomatiya, go'zal til, yumshoq kuch degan narsani biz ishlatishimiz kerak. Chunki birinchisi qattiq kuch xato, ikkinchisi qattiq kuchimiz yo'q. Shunga o'zimizni bilaylik, dushmanni bilaylik, anandan keyin bulungan yerimizga biz ahvolimizni qarab, yotgan qarab tutsunaylik. Bek cho'ng gap qilib, anda isib, manda Xitoylarni qirib
Onda gaplarınızı fikam sal romanlarda başkalarga o'qib berang. O gaplar bizga yoqmaydi. Kichik bolalarni aldimanglar, yosh bolalarni aldimanglar. Biz anda qirib etimiz, munda qirib etimiz deb xalqlarni hissiyatlantirib, hayajonlantirib qilmanglar. Bu ishlar xato qarindoshlar. Mehr, muhabbat bek muhim insonlar uchun. Biz agar mehr, muhabbat bilan birinchisidan Allohga bo'lgan muhabbatimizni tufaylidan, payg'ambar alayhissalom bo'lgan muhabbatimiz tufaylidan, dinimizga bo'lgan muhabbatimiz tufaylidan, to'g'riliqqa bo'lgan muhabbatimiz tufaylidan, qarindoshlikqa bo'lgan muhabbatimiz tufaylidan, vatanimiz Sharq Turkistondagi butun Uyg'ur xalqiga bo'lgan muhabbatimiz tufaylidan, Sharq Turkistondagi ot, eshak, qog'i, quzg'un, gul, chechak, butun hamma borliqqa bo'lgan mehr muhabbatimiz tufaylidan bu qadamlarga yo'l bossak, bu nishon qarab yo'lga olsak, bizningki balkim 80 yilning yog'zi qilmagan ishimizni bu qitim Alloh bizga nasib qilishi mumkin. Ama yine g'azab nafrat bilan qirib to'kib, dunyoni supurib tashlab, andoq qilamiz, mandoq qilamiz desa, Chingizxon bir qitim keldi, bundan keyin kelmaydi qarindoshlar. Shunga uzun gap ketib qoldim, xafa bo'lmanglar. Ancha muncha shundoq fikrlashib turaylik. Meni tillasanglarmi mayli, hamda pretty much I don't care deymiz, hamda qarim yo'q o'shlar bilan. Chunki meningki birlam o'ylaydigan narsam bor, yoki bo'lmasa xaridorim bor. Xaridor deymiz, qo'mda xaridor. Sizlar mesela çavak çetkaşanlar, sizlar xaridor bo'lgan bo'lsa, mening xaridorim inshaalloh Allah. Sizlarningki çavakınlar, sizlarning meni yaxshi ko'rishinglar, qo'llashinglar men uchun unchalarmi cho'ng ish emas. Qo'llaganlarga rahmat, qo'llamaganlarga yani ben bir cho'ng dunyoning bir narsasini yo'qitib qo'ymadim. Qo'llamasangiz qo'llamang. Shunga bir Allohga men hisob beraman, qalbim rahat, yerim borga dahshat rahatman, xushalman, xushal yashayman. Şuna xoşal yaşıqsı bağla, inşallah davamlı fikirleşip durulu. Xoşal yaşıqsı yoxla, davamlı ben Xitayını qırıb etmən, öldürüb etmən, 1,5 milyard Xitayını mən yarışarını tüzlü etmən, deydiğən bonbonlu varsa, ayırımda besip laq qıytınlar məni, kömüsanlan bomdu mu? Kömüsanlan tügedi bu işler. Şuna əmminlağa bəxt dileyimə, xoşallıq dileyimə, pozitif bir qallı dileyimə, aql, pozitif bir ruh dileyimə. Xudayim əxlinlarını, imanınlarını ziyadə qısın inşallah, qeyrindaşlar. Mehr, muhabbet bilan Allah'a bo'lgan muhabbatimizdan biz teximi ko'p inshaalloh musofini bisib o'timiz, teximi egiz cho'qqilarga chiqa olamiz Allohning izni inoyati bilan inshaalloh qarindoshlarim. Shosh bo'linglar, bog'linglar, hargiz negativ bo'lmanglar, vaqirab, chaqirab, o'chmanlik degandek g'azab, nafrat degandek narsalardan hayotinglarni zahar qilmanglar. Mushunchalik dunyodami Allohningki go'zal karomati, bulut, çiçek, böcek degandek narsalarga qarab, xo'shallik tepishni, Allohning go'zalligini ko'rishni o'rganinglar. Bunda qilgan vaqtda ham ibodat, ham go'zal bir hayot, ham insonlarga pozitiv bir havo olib keladigan, ham vatan millat uchun ish qiladigan bir hamdaligi ziyon tatmaydigan bir tijoratda bu. Shunga hammanglarga mushundaq bo'lishinglarni tilab, hammanglarga mushunda bir nima tilab, birisi og'zini buzib xat yozibdi u yerdan. Ya xato bisilib ketib qoldimi o ya. Mayli onunga rahmat amulaga keçidinlar xayrlik olsun, yakımız tushliklar xayrlik olsun. Allohga omonat bo'linglar, taqib qo'yasizlar videomni. İnşallah gepimga qo'shilsanglar. Allohga omonat, xo'sh.